xuddi mana shu holatda bo'ladi. Fasad qismi sabzalari. Bu 30-kun. Voy ona qizimiz ham keling. Keling ona qizim, bar uyingizni ko'rsatay. Xursandmisiz? Keling. Necha marta kirib ko'rdingiz? Ko'p. Ha. Xursand bo'lasizmi? Shu amakilaringizni, xolalaringizni duo qilib qo'yasiz, ona qizim. Mana shu sizni xolangiz bo'ladi. Ko'ring. Mebellarimizni qo'yib beramiz. Xursand bo'lib shu yerda yashaysiz qism qo'yibmi? Hoji bobo, ismingiz nima? Nazirjon ismi. Xudoni oldiga borganda siz aytaman. Ona qizim yuzim. Maşallah. Sağ olun qo'ydi. Duo qilib qo'yasiz shu amakilaringizni. Nima deysiz Xudoga? Oyim tuzalishlarini. Yana nima deysiz? Sizlarga yordam berganlarni aytasiz hammasini. Sizlarga yordam berganlarni hammasini aytasiz Xudoga. Inshaalloh Alloh qilsin. Yig'lamang. Keling, bu yoqni ko'rsataman. Endi shu yerga mazza qilib yashaysizlar, xo'pmi ona qizim? Sizlarni uylaringiz bo'ladi endi. Shunaqa uylaringiz bo'lishini xohlayapsizmi? Xudodan so'rayapsizmi? Salom bering.